Ba'zan odam uyda yolg'iz qolganida hissiyotlari o'zgaradi. Oddiy shovqinlar ham kuchli eshitilishi yoki fikrlar ko'payishi mumkin. Bu holatlar inson psixologiyasida tabiiy jarayon sanaladi. Yolg'iz qolganda miyamiz atrofdagi har bir tovushni tekshira boshlaydi. Hatto juda mayda shovqinlar ham kattalashib eshitiladi. Bu xavfsizlikni nazorat qilish funksiyasi. Odam yolg'iz qolganda fikrlar tez-tez o'zgarib, turli taxminlar paydo bo'ladi. Bu miyaning haddan tashqari faol ishlashidan kelib chiqadi. Bunday holat hammada kuzatiladi. Shift g'isirlashi, shamol ovozi yoki mebel shovqini ularning hammasi natural tovushlar. Ammo yolg'izlik paytida miya ularni xavf ostida qabul qilishi mumkin. Yolg'izlik. Tinchlanish, o'zingizni tinglash va o'y-fikrlarni tartibga solish uchun eng yaxshi imkoniyat. Shu jarayon ruhiy salomatlikni tiklaydi. Xulosa qilib aytganda, yolg'izlik har bir inson boshidan kechiradigan tabiiy holat. Ba'zan bu holat bizni o'zimizni chuqurroq anglashga, ichki fikrlashimizni tartibga solishga yordam beradi. Muhimi, yolg'izlikdan qo'rqmaslik va bu jarayonda o'zimizni tinglashni o'rganish. Har qanday kuchli hissiyotlar vaqtinchalik, ular o'tadi. Eng asosiysi o'zimizni qadrlash va ruhiy salomatligimizga e'tibor berishdir.